Masalan, bir haftadan keyin, bir oydan keyin, ba'zan 4-5 oy ham turishi mumkin. Mana bu ona barg eskiradi. Kuchini bu tarafga beradi, yangi detkasiga beradi-da, bunisi o'lib qoladi. Shuning uchun detkalarni olgandan keyin mana shu ona bargi agar tezgina o'lib qoladigan, sarg'ayadigan bo'lsa, hech qanaqa xavotir olishni keragi yo'q. Bu tabiiy holat. Faqat har xil vaqtda bo'ladi-da endi. Ba'zilari immuniteti kuchli bo'ladi, 4-5 oy yashaydi, ba'zilari bir haftada, 10 kunda, bir oyda o'lib qolishi mumkin. Shunaqa gaplar. Shuni ham hisobga olib qo'yinglar. Mana bu bargi o'ladigan barg, tez orada o'lib qolishi mumkin bo'lgan barg. Bu yog'i esa yashaydigan, o'sadigan barglari. Ikkita. Ozgina nastoyini ko'tarish uchun muzika qo'yib oldim. Ba'zan muzika eshitib ham turish kerak ekan. O'zi kam eshitaman. Har zamonda. Qanaqa deydi? Dushevniy muzika o'zimga yoqadigani topilib qolsa eshitaman. Bu nimaligini bilmayman. Unutib o'rganman nima tashlaganimni. Lekin o'syapti. Bu Monstera. Stand Up to Neon. Yana o'zgardim. Mana ekib oldim. 1 2 3 4 5 yo'q. 2 3 4 5 6 7 8 9 ta chiqibdi. 2 ta neon chiqibdi. Mana qo'rqmasdan endi buni ostiga ozgina suv solaman. Oddiy suv, iliqroq suv va yantani kislota bilan, agar yantani bo'lmasa epin bo'lmasa yantani bilan, xolagan bittasi bilan yengilgina sprey qilib krishkasini yopamiz. Bo'ldi. Keyin sekingina issiqqina nimaga jo'natamiz? Lampa tagiga jo'natamiz. Bir 2-3 kundan keyin bitta ochib qaraymiz.
shamollatib turamiz. Hafta 10 kun, 15 kunlardan keyin tomirlar yurishib, natijalarni tayyor bo'lgan paytda yana ko'rsataman. Hozir boshqa natijani ko'rsataman. Mana xuddi shunaqa ekilgan, oldin tomirlatilgan. Bu ikkinchi etap. Mo'xta turgani birinchi etap bo'lsa, bu ikkinchi etapga o'tish. Mana bu ikkinchi etap tugayapti. Mana shunaqa tagidan ozgina suv berganman, ancha bo'pti, qurib qopti уже. Mana. Ildiz namlikka qarab o'sib ketgan. Zo'r o'sadi konteynerda. Uncha uxod talab ham qilmaydi. Bemalolroq bo'lasiz. Bitta namlikda sekin joyiga tiqib qo'yasiz, bo'ldi. Faqat shamollatib turasiz, har zamonda bir spray qilasiz. Namli konteynerda qurib qolmaydi. O'shaning uchun ko'p suv solavermaysiz. Bir adashmasam bir oycha bo'ldi. Mana. Ko'rdingizmi? Mana shunaqa yopishib ketadi stakanga tomirlar yurishib ketsa. Bu Standaptus Godzilla sorti. Buni ham ko'paytirganman. Уже sotuvga tayyor, faqat sotuvga chiqarishga hadeb reklama qilishga vaqtim bo'lmayapti. Ana ularni ko'rdingizmi? Hammasini chiqarib olishim kerak. Ekib olishim kerak. Mana. Inshaalloh bu ham 15-20 kundan keyin uzog'i bilan xuddi shunaqa sotuvga tayyor bo'ladi. Hammaga katta rahmat. Qo'rqmasdan bemalol ko'paytiringlar. Bir dona bargdan yaxshi qarasangizlar, bitta katta mana shunaqa gul bo'ladi. Hammaga katta rahmat. Bu yoqda bittasi tushib qopti. Buni ko'rmabman. Qayta solib qo'yamiz. Bunaqa vaziyatlar ham bo'lib turadi. Ana. Joyiga kirdi. Hozir bunga endi suv beraman. Ozgina spray qilib ustini yopaman, bo'ldi. Hammaga katta rahmat. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Savollaringiz bo'lsa bemalol kommentariyaga yozinglar, yo bo'lmasa Telegram silka orqali gruppaga kirib, gruppada ham savol-javob qilsangiz bo'ladi. Faqat gruppaga kirganda agar vodiy taraflardan bo'lsangizlar, xorazmcha shevada yozilgan, xorazmcha suhbat ketayotgan bo'lsa, qo'rqib chiqib ketmanglar. Adabiycha javob qaytaraman. Savol yozsangizlar. Shunchaki men o'zim aslida xorazmliklar uchun ochilgan gruppa edi-da u. Keyin u yoqdan bu yoqdan tanish bilish bo'lib, YouTube'ga chiqqanimdan keyin vodiyliklar ham kiradigan bo'ldi. Bemalol kirishlaringiz mumkin. U faqat xorazmliklar guruppasi degani emas. Bemalol savol-javob qilishlaringiz mumkin. Faqat iltimos, agar maslahat so'ramoqchi bo'lsangizlar, gulingizni holati qanaqa tuvayda turibdi, rasmi, videosi, ma'lumotlari bilan tashinglar, iltimos, shunda javob berish osonroq bo'ladi. Siz ham, men ham qiynalmayman, vaqt ketmaydi. Shunda videoga olib, qachon suv bergansiz, qanaqa dori bergansiz, qanaqa temperaturada, qanaqa yerda turibdi, grunti, tuvagi chiroyli qilib ko'rsatsangizlar, hammasiga tezgina javob berishim oson bo'ladi. Xayr, sog' salomat bo'linglar.